Koreyada 10 yildan beri yashab, ishlab kelayotgan namanganlik akamiz bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Namangan qayerdansiz, Yunusxon aka? Biz Namangan shahri Chorsudanmiz. Chorsulik bola ekanlar. Shu Koreyaga qachon kelgansiz? Qanaqa viza bilan etap-etap bir suhbatlashaylik. Qanchalik qiynalgansiz bu ishga kelib? Hozir qanchalik natijaga erishdingiz? Koreyaga biz do'stlarimiz tufayli qiziqish paydo bo'lgan 2016-yil oxirida kirib kelganmiz. D4 ya'ni patkurs orqali 1,5 yil o'qidik. Undan keyin bakalavr D2 ga topshirdik. Bakalavri bitkazib, mana inshaalloh koreys firmasida ishladik. Ana undan keyin o'zimizni biznes, o'zimizni qo'shimcha ishlarimizni boshladik, xudo xohlasa inshaalloh. My Visa konsultatsiya, ya'ni viza, turistik viza, student viza, biznes vizalar bilan shug'ullanadigan My Visa'ning asoschilaridan biri. Qarang, Koreyaga 10 yil bo'libdi kelganingizga. Shu 10 yil ichida nimalarga erishdingiz? Endi 10 yil ichida men erishganlarimdan ko'ra yo'qotganlarim juda ko'p bo'ldi. Shuning uchun haliga erishdim demaymiz, yo'qotganlarimiz o'zi ancha bo'ldi. Endi tajriba orttirish maqsadida topganlarimiz ham bo'ldi, yo'qotganlarimiz ham juda ko'p bo'ldi. Koreyaga birinchi kelganingizda qanchalik qiynalgansiz? Endi til kursi bilan kelib, haftada 5 kun o'qiydi hamma. Hozir endi kelmoqchi bo'lganlarga qanaqa tavsiya berasiz? Til kursimi, bakalavrmi? O'zi Koreyada ishlash sharoitlar qanaqa? Ko'pchilik Koreya tugadi, ishlar yo'q deyarli, orttira olmayapmiz, o'yga pul jo'nata olmayapmiz deb noligan internetda juda tarqalmoqda. Susanbil degan videolarda shunga qanaqa fikr bildirasiz? Koreya haqiqatda Susanbil davlatmi? Buni ochiq-oydin aytmoqlaman. Biz kelgan paytda ham ish yo'q edi o'sha paytda. Ishlar juda past, odam ko'p edi. 2017-yildan o'zi ishlash boshlagan bo'lsak, ham o'qirdik, ham kechasi ishlardik. 12 soat ish edi, 6-7 soat o'qish edi. U paytda endi uxlash aytmay qo'yaylik. Karantin paytida ishlarimiz juda zo'r bo'ldi, juda katta pul topilmoqda, lekin karantin tugagandan keyin mana yana vizada yaxshi chiqish boshlab, odam ko'paygan sari o'sha Koreyada ham o'sha ishsizliklar juda ko'payish boshladi hozir. Hozir endi internetlarda juda bir muzokaralarga sabab bo'lgan, Koreyada ishsizlik, ish muammosi, haqiqatda bu rost. Yangi kelgan studentlar uchun Koreyani hozirgi anaqa holatida $3000, $2000 deb tavsiya qilmaymiz. Topsangiz $1000 topishingiz mumkin. Endi bu qanaqa bo'ladi? Bu standart pul. Ya'ni o'zingizni qo'shimcha biznesingiz bo'lsa, o'zingizni qo'shimcha bir ilmingiz bo'lsa, bu orqali bu gap bo'lishi mumkin emas. 4000, 5000, 10000 topib daromad orttirganlar ham bor. Endi lekin eng past holatini gaplashamiz biz. Student borasida D4 bilan kirsangiz, umuman ishlolmaysiz. Bu aniq. Ertalabdan o'zi soat 2 gacha o'qish bo'lsa, u paytda ana kechgaga o'zi ishchilar kam. Tekbi, o'sha pochta nimalari juda kam. Oldingi $2000, $3000 topaman degan bu xom hayol hozirgi paytda Koreyada bor, yo'q emas. O'zimiz ham misol yolg'on gapirmaylik, o'zimiz ham topib yurganmiz. Lekin eng past holatda qiyin bu holat. Ishlar kam. Koreyslar unaqa katta ishlarni hozir bermay qo'ydi student bolalarga. Lekin eplayapti. Albatta eplayapti. Aytayapman, $5000, $10000 topib yurganlar bor. Endi hozir tilni bilmaydi, ishni bilmaydi. Unaqa bolalar uchun tavsiya qilyapmiz-da. Endi orttirsangiz juda qiynalib $8000 orttirsangiz bo'ladi o'zingizdan ishdan tashqari. Shuning uchun Koreyaga koreys tilini o'rganib kelish kerak, ingliz tili bilan emas. Qarang, Koreyaga 10 yil bo'libdi. Shu 10 yil ichida Koreyaga kelganingizga hech afsuslanganmisiz? Nima uchun keldim? Ota-onamdan uzoqda, issiq joyimdan tashlab keldim deb afsuslanganmisiz? Endi hammada bo'ladi. Koreyaga boshida kelganimda afsuslanib, albatta qiynalganmiz. U paytda ham qishda kelgandik, ish yo'q, ish topa olmaganmiz. Hozirgi paytdagi ketaman ham deganman. Endi shunaqa paytda yomon holatlar bo'lgan. Hali och qolganmiz, nonlarimiz qotib qolib, po'kana bosgan nonni ham yeganmiz, u ochiq-oydin. U bo'ladi u holat hammamizda ham. Ana undan keyin o'qishlarni bitirib, ishga joylashib, mana hozir Allohga behisoblar shukr, Alloh taolo bu sharmanda qilmadi. Hozir ishlarimiz yomon bo'lmasa ham yaxshi. Qora qozon qaynab turibdi. Afsus qilmayman hozir kelganim uchun.
tajriba o'tirib bir dunyo qarash kengaygan Albatta, Koreyaga kirib, misol ko'p davlatlarda bo'ldik, sayohat qildik, yaxshi yomon odamlarni ko'rdik. Hech bir afsuslanmaymiz inshaalloh bu Koreyaga kirib qilganimiz uchun. Nimaga asosiy nimamiz? Meniki endi soham biznes bo'lgani uchun, biznesga qiziqqanim uchun biznes bir tajribalarimizni juda ortiq nima qildik. Mana inshaalloh mana qo'limizda ham hozir bitta shartnomani imzolash bo'yicha ketyapmiz, ya'ni Koreya pulida 120 million wonlik shartnoma Xudo xohlasa, yolg'on emas, uni ko'rsatib o'tamiz. Qilgan odam qiladi. Qilmagan odam uyida yotib olib, o'sha mana aytgan bor-ku, xatolikka tupurib qo'limga tushirib yotadi. Shunaqa u haqiqatda. Eplagan eplaydi aka. Endi kelajakda farzandingizni Koreyaga jo'natgan bo'larmidingiz? Shu holat, hozirgi holatdagi sharoit, Koreyadagi sharoitda. Hozirgi holatda men Koreyaga farzandlarimni to'g'risi tavsiya qilmasdim. Nimagaki, hozir juda ham qiyin. Keyin biz dinimiz tufayli ham shundaligi bir sharoitlar o'ta bir zo'r emasligi uchun tavsiya qilmagan bo'ladi. Endi bu meni shaxsiy fikrim. Tavsiya qilaman, sizlarda aka ukalarimiz bo'lsa, kelib ishlagan yaxshi. Rossiyadan zo'r, Rossiya, Turkiya, Qozoqlardan albatta bu deyarli Koreya bilsangiz ikkinchi Amerika bu. Ikkinchi Amerika deb biladi hozir ham hamma. Pul topish anaqa bo'yicha, yashash bo'yicha eng zo'r davlat albatta Koreya. Lekin meni o'zim haligi yosh bola, misol farzandlarim uchun tavsiya qilmagan bo'lardim. Madaniyatidan albatta keyin hozirgi paytda qiyinchilik, shu ishsizlik tufayli tavsiya qila olmayman. Allohu alam. Uzman bir nechta davlatlarga sayohat, temurli Yevropada sayohatga bo'lib, Yevropadagi sharoitlarni ishlash, yashash o'rganib, haqiqatdan o'zim ham Koreya, ikkinchi Amerika ekan deb tan berdim. Koreyada yashash, ishlash Yevropadan ko'ra ancha oson ekan. Keyin yashash ham Yevropadan ko'ra Koreyada yaxshiroq ekan. Albatta bu musulmon ko'p, men ham sizga o'xshab ko'p davlatlarga chiqmoq qildim. Koreyadagi sistema, Koreyada qulayliklarni deyarli Fransiyada ham topolmadim. Haligi o'zimiz uchun ijtimoiy bo'lgan haligi bir sharoitda deydi-ku, misol qulayliklar bu Koreya nomer 1 ekan haqiqatda. Endi biz o'rganib qolganimiz uchun emas. Misol bolalar Yaponiyaga chiqarma qildik, Yevropa chiqarma qildi, lekin Koreyachalik rivojlangan, ya'ni fuqarolar uchun qulay sharoitlarga ega bir davlatni hali to'g'risini aytaman ko'rmadim. Koreyada misol qayerga bormang, sizni hurmat qiladi. Sharoitlari bor, hamma narsa borda inshaalloh. Bu borasida yashash bo'yicha Koreya albatta nomer 1 Amerikadan keyin, albatta Koreya number 1 deydi, shunaqa. Pul topish borasida albatta hozir qiyin bo'lib qoldi. Tavsiya qila olmaymiz endi hammaga ham. Tilni o'rganib kelishingizni tavsiya qilamiz akalar. Koreyada davlat xalq uchun ishlaydi. Xalq davlat uchun emas. Shuning uchun ham Koreyada sharoit xalq uchun juda zo'r.